Bu qatimki darsda biz rasm ayirish to'g'risida yana bir misol ishlab o'taylik. Masalan, sizning bir ma'lum bir mahsulotingiz bo'lsin. Bu sizni tatib olgandan keyin taglikni o'zgartirib, buni bir unum kirgizmoqchi bo'lsangiz qanday qilasiz? Oldi bilan sizning bir o'tigingiz bo'lsa, buni tatib olgandan keyin bu o'tikni ayirib chiqishimiz kerak. Buni biz ayirish uchun ramkalash, solma selish, tez surat tanlash qurollardan erkin foydalansangiz bo'ladi. Masalan, men bu rasmni tanlash uchun Avlan tez surati tanlash qurolini tanlab bo'lgandan keyin men buni yengillatib, sukut holat kelgandan keyin men buni cheksam bo'ldi. Men buning tanlash doirasini cho'ngaytirish, kichiklatish uchun kunuk taqsidagi o'ttir tirnoq o'ngga va so'lga ko'rsatilgan o'ttir tirnoqni besish orqali mos qadamni kichiklatalayman yoki cho'ngtalayman. Masalan, o'ng taraf ko'rsatgan chekish orqali buni cho'ngaytdim, so'l tarafga chekish orqali buni kichiklatdim. Masalan, chekib bo'lgan tanlab bo'lgandan keyin bu birinchi holat tanlab bo'lib, men buni to'xtamay tanlayman. Yani to'xtamay mouse'ni qo'yib o'tmay turib serigandan keyin bu shakl tanlandi. Lekin bu endi u cho'ng jihatni tanlab bergan bilan ba'zi inchik nuqtalarga kelgan chog'da yaxshi tanlayolmadi. Men buni endi ma'lum bir doiralarni ilib o'tish uchun kontrol taqsidagi alt belgisini besib qo'yishni elish holati kelib oson bo'ldi va yoki biz ustiga diqqat qilsangiz bo'ldi, bu shakl knop taqsidagi alt belgisini bosgan chog'da vaqtliq o'zgarib turadi. Shu orqali bossangiz bo'ladi. Men hozir chekkandan keyin hozir elish holatiga keldi. Kelgandan keyin men buni masalamda doirasini kichiklatdim. Lekin bu endi biz o'ylagandek undaq o'lchamli qilib bermaydi. Masalan, men bu holatni yana cho'ngaytib, ostala akasam ba'zi doiralarningki yaxshi tanlanmaganligini his qilaman. Men buni masalda kichiklatib turib, yana o'ttir tirnoq belgisini so'l tarafga qartilgan besish orqali kichiklatib, men hozir buni qo'yish holatiga kelib turib, doirasini sal kengaytay. Bu holatda tanlasam bo'ladi. Lekin ba'zida bu doiraninki yana xatolik yuz berib, elib o'tish holatiga kelib qoldi. Men buning o'rniga yana erkin solma silish qurolidan foydalanay. Buning uchun tinkunukdan el harfini bossam bo'ladi. Bosgandan keyin erkin holatga yetdim. Men buni bir yengillatib, hozirgi qo'yish holatiga kelgan holatda men buni tanlasam bo'ldi. Ichidan qilsam hech qanday unum bo'lmaydi, chunki ichi allaqachon tanlab bo'lgan holatda. Men buni ichidan akilib turib tanlasam bo'ldi. Akilib qirini asta men o'zim xohlagan holatda doira olay. Bu holat allaqachon chiqib ketganlik uchun men buni hozir qo'yish holati emas, elish holati ilishim kerak. Men buning uchun mali akilib, teshidan akilib oldim. Endi men ma'lum darajada meni qo'yish uchun holatga kelsam bo'ldi, yoki alt belgisini besib turib o'zgarsam bo'ldi. Men bu doiralarni cho'ng jihatdan tanlab olay. Tanlab olib qo'yib o'tgandan keyin bu holat tanlash holatiga o'tdi. Aslida bu rasmning aniqlari tez yaxshi bo'lmag'achqa ma'lum bir doiralar man masalan hozir men bu doirani ilib o'tmoqchi bo'lsam, alt belgisini besib turib, elish oldiga kelgan ustidan tortib qirni akilay. Ba'zi vaqtda siz buni inchiklik qilsangiz, texnik cho'ngaytirish orqali qilsangiz bo'ldi. Men hozir yana davomli elish oldiga altni oldim, besib orqali keldim. Kelgandan keyin undak cho'ng jihat ilinib ketib qoldi. Men qaytalash uchun men qo'yish oldidan asta akasam bo'laverdi. Mashina orqali buning cho'ng jihatda doirasini tafsili tanlab olgandan keyin hozir qo'yish holati hech qanday unum bo'lmaydi. Men buni sirtidan elish holatiga kelib turib siliq sipay olay. Ma'lum nuqtalari yaxshi ilingandan keyin men buni masalda kichiklatib, endi men buni shu holatdan keyin taglikdan suzilish uchun men buni qirdan tangshash holatiga kiray. Kirgandan keyin bu avtomatik oq rang kirdi. Masalan, asli holati bunday holatda siz buni bo'lmay qolsa, serialni ko'znak orqali tanlab olsangiz bo'ladi. Tanlab olgandan keyin buning ostidan qarasangiz, buning qirlarini tangshash usullaridan masalan, buni siliqlashtirishni bosgandan keyin ba'zi tanlangan joylar siz es qilsangiz bo'ldi. Men hozir kontrol qo'yish belgisi orqali holatni cho'ngaytay, andan keyin bo'shliq ko'nikmasini tortib turib, masalni cho'ngaytay.
sürüp əsliklə hazır diqqət qılsanız bo'ldi. Bu tanlashdan burun qoldi. Silqashtirishdan burun qoldi. Endi men buni 100% kelgan chog'dagi holati. Bu xeyli silq hamda ko'rinishga xeyli azod tuyg'u berdi. Men buni mas holda yumronlashtirsam bo'ldi. Bekchiq yumronlashtirib qolsam bizga yolg'on tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Men buni saqlanish uchun nihoyatda kichik alat ekasam yoki mas ahvol qarab tanishsam bo'ladi. Ben eğer bu alanın yokun tanlap bulup ben bunu artık kiçikliğe kontrol belgesi bilen eliş belgesi baskandan keyin kichikligandan keyin men bu alan eklep bulup men bununki yumralak derecesini cho'ng qilay qilib bo'lgandan keyin buning yumralak derece orqali belgilagan qirlarini o'zgartirish ilib bo'lsam bo'ladi. Masalan bu holatda texim kichik holati asli holatdan texim kichiklab ketdi. Men bu orqali bularni belgilasam bo'ldi yoki bunun etrafdagi qirlarini taqim qilsam bo'ldi. Men bu yerda eng yaxshisi bunga chekilmay yumralash derecesi o'zbek turaversin. Endi men keyingi holatda mana shu holatdan tanlasam bo'ldi yoki yangidan maska holatiga kelsam bo'ldi, yangidan bat qurib olsam bo'ldi. Men bu tanlash holatiga kelib bo'lib buni jazmlashtirib o'tay. Jazmlashtirib bo'lgandan keyin buning oldi tanlash holati o'tib bo'ldi. Men endi keyin taylikni vaqtincha maskalab ko'rmaydi holatga kelish uchun men mush qilgandan keyin tez maskalash knopkasini boslasam keyingi taglik avtomatik suzilish boshladi. Men bu keyin taglikka endi yangidan qurib olib har xil shaklni bersam bo'ldi, o'zim rang bersam bo'ldi va yoki yangidan bir shakl ekirsam bo'ldi. Men buni qilish uchun ostiga bir yangidan bat qurish uchun kontrol belgisini bosib, mana shu holatda yangi bat qurish cheksam ostiga avtomatik qildi. Men buni keyin taglik deb ism qo'yib olgandan keyin men bu yerga tadrijiy o'zgargan bir rang beray. Buni orqali masalan knopkasini buni chekamiz. Agar bu holat tanlangan bo'lsa, o'ngni chekib, buni avtomat tanlash holatiga ekansiz bo'ldi. Undan keyin qarasang ustida rang o'zgargan holat keladi. Bundan siz o'zingiz beğenmek olan rang tanlasangiz bo'ldi yoki o'zgarsangiz. Masalan men bu yerni qiynoq qirroq rang qandan qargan chog'da kulrang holatdan sal oqish holatga eklay. Agar bo'lib men yangidan qurgan mush holat orqali taglikka bersam bo'ldi. Men bu yerda men yangini qurib olsam bu atrofga keldi. Men buni har vaqt o'chirib olayman yoki ismini o'zgartira olayman. Men bu shalarni tanlab bo'lgandan keyin jazmlashtirib keyin taglikka men bu holatni bermoqchi bo'layman. Men buni erkin suzib bersam bo'ladi. Bu qanchaqda biz keyin taglikni o'zimiz xohlagan o'zgartira olsak bo'laveradi. Agar boshqa bir rasm bermoqchi bo'lsak yoki buning yana unum bermoqchi bo'lgan bo'lsak, bu shakldan bo'lgandan keyin ostidagi unum berish knopkasini chekkandan keyin yangidan unum berish ko'znikiga erishib olsak bo'ldi. Buning orqali biz masalan bu shaklninki ichidan quvalashtirish, ichidan soy tushirish usulini foydalanaylik. Vaqtincha buni orqali qilsangiz bu holatda o'zgarishning bog'liq qilsiz. Siz bu shaklniki yo'linish orqali ularning gradus holatini belgilaysiz yoki bu holatda siz uni erkin tortib turib o'zgartira olsangiz bo'laveradi. Musholatni berib, musholat sal yaxshi tuyulgan bo'lsa, men buni jazmlashtirsam yoki boshqa rang bilan masalan qizilga moyil rang yoki o'tikning rangini avtomatik suzish quroli orqali tanlab olib turib, men bu yerda qiynab ketgan bo'lsa, sal suzlashtirib musholat tanlab olgandan keyin ba'zan bu rang qavatlarini o'zgartirish ilib bera olaman. Boshqa tangshash orqali bularninki ranglarni tanishsam bo'laverdi. Men jazmlashtirayotgandan keyin bu holat keldi. Men bu ko'z belgisini o'chirish orqali buni asli unumini yo'qota olaman yoki unumini ko'z olti eklay olaman. Ondan boshqa men buni o'chirib turib, buning keyiniga yangidan bir shakl bersam yoki rasm bersam bo'ldi. Masalan, bu yerda bir rasm turibdi. Men buni keyin tagligini quluplar ichib turib, men bu ko'znakka ko'chirib eklay. Ko'chirib eklib keyin tagliga qo'yib qo'yayotgandan keyin avtomatik oldi keyin kirdi, lekin buni cho'ng kichik maskamagishga men kontrol bilan TR qilib buni muvaffaq tangshay va shift belgisini bosib turib mas qadamda cho'ng kichikligini o'lchamli cho'ngtay. Hozir bu holat keldi. Endi men bu holatning sal sun'iy yo'q qolganda ikkisini maskamagan bilgan bo'lsam, men buning boshqa unum bersam bo'ldi. Men bu yer boshqa unum berishdan burun filtrlash usulini foydalanay. Masalan, filtrning ichidan
biz bu yerdan tutuqlashtirish usuli, quvalashtirish usulidan Gauss tutuqlashtirish usulini qo'llansak bo'ladi. Bu unum ko'p ishlatilgan unumlarning biri. Men buni o'zim tangsam bo'ldi va o'ngga so'l surish orqali asli holati bilan keyin quvalashgan holatini solishtirib ko'rsam bo'ldim. Agar men bu holatni muvofiq ko'rgan bo'lsam, belgilasam bo'ladi. Men buni taxminan 12 yoki 13 atrofida tanishak yoki men buni 14 atrofida tanishab boqay. Mashalar yoqtirgan bo'lsam, jazmlashtirsam bo'ladi. Jazmlashtirib andan keyin men bu qavatni qamda qilishdan burun o'takka mosroq unum beray. O'takka unum berish uchun o'tak qavatni tanlab turib, yanada o'xshashla unum belgisi knopkasini chekkandan keyin men buningga azroq soya beray. Soya berish uchun qanday qilamiz degan chog'da buni cho'ng kichikligini tanlasak bo'ladi. Yoki hatto siz soyaning rangini tanlasangiz bo'ladi. Yoki men masalan oyoqning chamining rangini tanlab olgandan keyin musholatni beray deb buning doirasini tanladim. Tanlab olgandan keyin asta suralayman. O'ngga so'lga surish orqali buni o'rnini ko'rib, muvofiq deb qargan holatini qilib qo'ygandan keyin buni jazmlashtirsam bo'ladi. Yoki buning suzliklik darajasini tanlasam bo'ladi. Qancha o'ng taraf surgan sari bu shuncha qiynaq bo'lib qoldi, lekin yaxshi tuyulmagandek qildi. Men buni orqali tanlasam bo'laverdim. Masalan, men bu yerdan suz orqali buning qirlarining suzlik holatidan quva alashgan holat ekeldim. Tabiiyroq bo'lish uchun men tutqalab eklay. Undan keyin men buni masalda kichiltib mushola ekib bo'lgandan keyin yoki men bu holatni tanlasam bo'ladi. Yani mush orqaliqmi uzanki holatini tanishalayman. Agar men mush holatni yaxshi ko'rgan bo'lsam, qilsam bo'ldi buni mas holda so'zlashtiray. Bundan keyin buni men cheklarsam bo'laverdi. Jazmlashtirib cheklarsam bir holat keldi. Endi siz mush holatni o'zingizning rasmi orqali to'g'riroq e'lon qilsangiz yoki boshqalar bilan o'rtoq farmonlasangiz bo'laverdi.